Assalomu alaykum hammaga. Yana bizning rubrikamiz boshlandi. Kitob muhokama qilish. Bugungi kitobimiz o'zbek adabiyotidan Abdulla Qodiriyda O'tgan kunlar romani. Xo'sh, bu kitob haqida o'zimizni xulosamizni aytamiz, chunki hamma odamda o'zining xulosasi bor-ku, kimdir bizning xulosamizga qo'shilmasligi mumkin. Bizni o'sha kitobni o'qigan paytimiz qanday biz qahramonlardan ta'sirot oldik, qahramonlarni qaysi jihatlari bizga yoqdi, qaysi bir jihatlari yoqmadi, o'shalardan kelib chiqqan holda sizlarga qisqacha bo'lsa ham o'sha o'tgan kunlar juda ham o'zi katta roman, hammalaring bilsalaring kerak. O'sha katta bo'lgani uchun ham videoni ko'p qila olmaymiz, qisqacha lo'nda sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hammasini aytmaymiz, chunki qiziq ham qolmaydi, o'qiganlari ham kelmaydi, tayyor bor ekan deb. Shuning uchun biz boshladik. O'tgan kunlarda kinosini ko'rgan bo'lishinglar mumkin, lekin kitob umuman boshqa narsa. Keyin agar audio ravishda eshitsanglar, chista haligi kino ko'rgandek bo'lasizlar. Mana ko'z oldinglar, tasavvuringlar ham kengayadi. Chunki nimagaki Otabekning ovozi o'zi boshqa, Kumushda nimani ovozlari umuman boshqa, hammani o'zini alohida ovoz berib chiqishgan. Juda ham minnatdor bo'ldim shu joyiga qisqanish nyuans kiritaman, ozgina qo'shimcha kiritaman. O'sha audioda aynan bu bizni yozuvchimiz bo'lganligi sababli mashhur aktyorlar ovoz bergan, chunki hamma aktyorni men tanidim. Hammasi tanish aktyorlar, ovozdan bilasizlar, biz sevgan insonlar, biz sevgan ovoz. O'sha qahramonlarga ovoz bergan payti shunchalik emotsiya bilan, shunchalik kirib ketgandan rolga, masalan, jahli chiqqanda ham o'sha momentda g'azab bilan o'qib, o'zini his-tuyg'ularini ifodalab bergan bizning aktyorlarimizga, ovozlariga katta rahmat aytamiz. Haqiqiy o'zbek nimasi? Nima deydi? Asari haqiqiy o'zbek, faqat o'zbeklarda bor asar. O'zbeklarning hayoti chiroyli yoritilgan. Eng asardagi yoqqan o'sha joyi otasi, haligi Otabekni nimasi, otasi chaqirib, ikkalasi shunaqa go'zal suratda, madaniyatli suhbat qilishadi. Ana shunisi menga juda ham yoqadi. Otabek boshida men Otabekka nisbatan nimaga endi rozi bo'lib qo'yib uylanaver ekanman. Endi katta odam-ku, nimaga endi ikkinchi xotinga rozi bo'ladi, o'zi bir ota-onam uchun uylanaman deb bahona qilyapti deb o'ylardim-da. Keyinchalik unda vaziyatga tushib qarasangiz, Otabek ota-onani o'sha ulug'langanda, o'zbek qanchalar ota-onani yaqin yerda qoldirmasligini ko'rsatilganda, bu yerda juda chiroyli suratda ko'rsatilgan obrazlarda. To'g'ri. Qarang, o'sha mana shunaqa madaniyatli gapirilgan, shunaqa saviyasi baland odamlarniki ko'rinib turibdi-da. Masalan, nima Otabekni ham endi o'sha otadan tarbiya olgan Otabekda, endi Otabek dadasi ham shunaqa saviyali, ko'p tomonlama o'ylaydigan, lekin onani qarang. Lekin ash ikkovi saviyali, ikkovi shunaqa dunyoqarashi keng, shunaqa odamlar o'sha onani ba'zi ayolda ulug'lanishini ham ko'rsatganda, ming kallasi yo'q, so'zi yerga qoldirishmagan, o'sha kalta fikrlaydigan ayolini so'zini bo'pti, shu xafa bo'lmasin deb turib anaqa yerda qoldirmagan ayol ham ulug'langan. U nimada? Asarda ayol kishini hurmati juda ham chiroyli oila, lekin Otabekning oilasi juda chiroyli oila. Keyin shu xo'sh, endi men o'zimning taassurotlarimni aytaman. Bular ota-ona bilan bo'lgan shu muomala, madaniyat, o'shalar men endi qahramonlarga nisbatan o'zimning fikrim. Sevishganlar, chunki baribir sevgi, men o'ylayman, har bir o'ylayman, sevgi dunyoni qutqaradi. Bu aniq fakt bu. Xo'sh, men aytmoqchi bo'lgan gapim
Otabekni men pozitsiyasiga umuman qarshiman. To'g'ri, ota-onasi uchun uylandi, ota-onam mendan rozi bo'lsin deb uylandi ikkinchisiga, lekin ikkisini ham tuziga eplolmadi va yana anavi xat keladi-ku, talog'ingni berdim degan. Orada begonalar keladi, o'sha qo'shilib bir-biriga xat yozadi, shu Otabek bilan kumushni ajratib olish uchun. O'shanda Otabekni bitta shu to'g'ri ham shunchalik madaniyatli tarzda yozilgan bu kitob. Bunga Paksu juda qarsak chalamiz bu narsaga. Juda ham nima desam ekan. Bizni mana shu turganimiz, mana shu tug'ilganimizdan beri biz bunchalik darajada madaniyatli odamlar bo'lmagan bo'lishimiz mumkin. Bo'lmaganmiz ham. To'g'risida qaynotaga bo'lgan mehri, bitta shu yo'qol, ket deganidan keyin umuman qaytib kelmaganligi, sababini so'ramaganligi va uni mana gapingizni bo'laman. Chunki Otabekga mana qattiq gapirdi, yo'qol ket dedi qaynotasi. Keyin u ketdi. Nimagaki? Chunki u madaniyatli odamlarning atrofida katta bo'lgan Otabek. Unga hech kim unaqa qo'pol gapirmagan. Shuning uchun bittasi gap unga o'zi ta'sir qilganligi sababli ketgan. Tem bo'ldi shu qaynotasidan eshitgan uchun qattiq botib ketgan. Masalan, o'sha mana o'sha momentda, o'sha paytda demoqchiman, qaynotasi hech bo'lmasa nimaga meni bunchalik haydayapsiz, bunchalik men sizni ko'zingizga yomon bo'lib ko'rinib qoldim. Yo'q, gapirmagan, yo'q, masalan yerga qarab shunchalik darajada otajon deb bunday muomalali tarzda gapirsa bo'lardi. Vaholanki masalan agar men ikkinchi marta uylanganimni anaqa nazarda tutib, shunchalik qolib ketding, uni oldida, qizim oldiga kelmading degan nazarda meni haydayotgan bo'lsangiz, vaholanki siz o'zingiz meni anaqa qilgandingiz, undadingiz, ota-onangiz gapini yerda qoldirmang deganingiz, agar sizlar nima qilmasanglar shu yerda qolmoqchi bo'lgandim deb so'ra olmaganda shuni ham o'sha paytda aytdi-ku, bu dedi fitna bo'lgan dedi-ku, tipa siz ruxsat berdingiz, menga ruxsat berdingiz, mana shu ruxsat berganingizdan keyin endi meni haydayapsizmi uyingizga kelgan paytim degan anında ma'noda Otabek ham xafa bo'ldi-da. O'sha Otabek ikkita odam xafa bo'lgan, bir-biri bilan munozalarga kelishmagan. Masalan, o'zi har doim shunday, masalan, xafa bo'ldingmi, o'sha moment o'zida gaplashib olsa yoki ochiladi yoki hamma ayrilib ketadi. Bo'ladigan narsa o'sha moment o'zida bo'ladi. Shuning uchun o'sha mana shu jahli chiqqani, xafa bo'lgani va 2 yil cho'zgani bu narsa meni вообще shokovoy состояниеga olib keldi. Juda ham jahlim chiqdi. Yo'q, rostdan. Juda ham jahlim chiqdi. Shunchalik ojiz bo'ladimi erkak kishi deb o'yladim. Ayol kishi 2 yil mobaynida qanday kutishi mumkin? Masalan, tirik odam o'lmagan, urushga ketib, shahid bo'lib ketmagan masalan. Живой odamda yana u o'sha Marg'ilonga kelib yurgan. 7 marta, 8 marta keladi Marg'ilonga. Nahotki mana shu devordan bir og'izga qarab, ichimizda kumush, men sen bilan gaplashay, nima bo'ldi, nima qo'ydi deyish, просто sevgim uchun shunchalik tarzda qiyin tarzda yozilgan, odamning ichi uzilib ketadi. Nimaga aynan mana shu Otabekni o'rnida men bo'lganimda men borib, "Yo'q, kumush" der edim, masalan. Unday qo'pol ma'noda "Kumushxon, nimaga unday qildingiz?" masalan, sizlab gapiradi-ku baribir. Qandaydir sevgi, muhabbat anulari bilan, his-tuyg'ular bilan baribir bir-biriga gapiradi. O'sha paytda aytardim-da men, nimaga aynan xafa bo'lyapsan? Baribir otang rozi bo'ldi, to'y uchunmi, nima uchun, nima bo'ldi? Shuning uchun mana shu moment juda meni asabiylashtirdi, juda men qildi. Yoshimga yanada yosh qo'shilib ketdi. Yo'q, bu yerda bilasizmi, odamlarni qanchalik sabrliligini ham ko'rsatilganda, bizni hozirgi yashab turgan zamon bilan ularni zamon tenglashtirib bo'lmaydi. Bizni sabrimiz bilan ularning sabrini tenglashtirib bo'lmaydi. Keyin men o'sha qarang, o'sha ikkita muhabbatni o'rtasiga ham haligi Otabekni qamalib ketishiga ham sababchi bo'lgan Homidga yondashaman. Homid har bir insonni atrofida shunaqa bir dushmanlik qiluvchi inson bo'lishi mumkin-da. Har bir insonning atrofida bo'lishi mumkin mana shu jarayon. Otabekda ham mana o'sha Homid dushmanlik qilib, tuhmat qilib uni qamaltirib va
haligi o'sha muhabbat ayrilishga yolg'on xatlar yozib sababchi bo'lganda. Xulosalar ko'p. Asardan oladigan xulosalar juda ko'p. Bu o'qishga arziydigan, juda ham arziydi. Keyin u asarda yana bitta ma'lumot sizlarga bir marta emas 15 marta, hattoki 15 marta o'qishni tavsiya qilishgan. Bir marta, ikki martada yana ham yaxshi tushunmashi mumkin. Har eshitganinglarda, har o'qiganinglarda yana ham chuqurroq nima qilasiz. Chunki har bitta narsaga alohida yaxshi urg'u berilgan. Masalan, dushmanlik taraflama, sevgi taraflama, ota-ona shunaqa. Keyin yuz xatir qilish, o'zbeklar yuz xatir qiladi. Masalan, shuni yomonlik qilganini bilasiz yoki boshqa qilgan basharasiga gapirib yuboramiz, yuziga gapirib yuboramiz. Keyin masalan anaqa qildi, Kumushni Zaynabni yomon ko'radi. Uni yomon ko'rishini ham biladi. Mehmonxonada yotib yuradi. Nimani Kumushni olib keldi uyiga. Lekin Kumushga yurak yutib oldiga borolmaydi. Aslidan yuz xotir qilgan uchun. Vaholanki uni sevmaydi. Uni sevmasini u ham biladi. Borsa bo'laveradi. Xohlasang, masalan, mashina sevaman, xohlasang javobini beraman, ket degan tarzda Kumushni oldiga borsa bo'ladi. Ashitda shunaqa yoritib berilgan o'zbeklar yuz xotir qilishi, Imon oldida endi uni oldiga borish shunaqa qiylanib ketdim men aslida. Shunaqa endi o'zbeklar shunaqa anaqasi bor-ey hozir siz aytgan 15 marta o'qisa qayta yangi xulosalar chiqaveradi deganingizga bitta narsa esimga ketdi. Hammamiz adabiyot kitobini bilamiz-ku. Adabiyot kitobida Abdulla Qodiriyning hayot va ijodi bor. O'sha hayot va ijoddagi har doim qisqacha o'sha asarlardan parchalar bo'lar edi. Adabiyot kitobida aynan o'sha o'tgan kunlarda parchasini qo'ygan. Bir 4 varroqmi, 5 varroqmi qo'yiladi. Baribir o'shani o'qib biz adabiyot ustozimizga gapirib berardik. U paytda faqatgina biz 5 olish uchun ma'no mazmunni tushunmaganmiz-da, chunki u paytda g'o'r bo'lganmiz, hayotda даже yarmini ham ko'rmagan odamlar bo'lganmiz. Maktab payti hech qanday tashvish yo'q, ota-onamizni davrimizda bemalol yuradigan insonlar bo'lganmiz. Shuning uchun hozir mana shu yoshimga kelib, hayotimning 4dan 1 qismini yashagan bo'lsam, boshqacha taassurot, boshqacha emotsiya, boshqacha his-tuyg'ular, boshqacha nima desam ekan, hayotimizda o'sha kechgan kechirmalarni, to'g'ri, masalan, sevgida kuyganlar bor, kimdir dushmanlik qilib, aytganingizda Homidda shunday dushmanlik qiladigan odamlar juda ham ko'p-da. Masalan, bo'lgandir, endi bo'lar, balkim yangi o'shanday dushmanlar orttirar odamlar. Shuning uchun aytmoqchimanki, o'sha yoshlikda o'qigan kitoblarimiz ham men o'qiganman, bo'ldi, buni o'qishim shart emas. Men bilaman-ku mazmuni nimaligini deyish emas, yana qayta o'qish. O'sha o'qigan paytimiz yoshimizga nisbatan siz har doim aytasiz-ku, kitobni yoshga qarab o'qish kerak deb. Har safar mana 3 tami 4 ta rolik olgan bo'lsak, kitob haqida endi inshaalloh turmush qurgandan keyin ham eshitishni niyat qiling. Xudo xohlasa. Boshida mana kitob tugash paytlarida hamma birga yashaydi, farzandli bo'ladi, homilador bo'ladi. Lekin Zaynabni ayniqsa opasi Zaynabga bergan anulari, maslahatlari, opasi shunchalik zaharligini men to'g'risi bilmagandim. Erkak kishini aymaslik kerak deb shunaqa maslahatlar beradi. Opasi to'g'ri maslahat bergan u yerda borganda, seni sevmashini bilasan-ku, ket degan. U yerdan ket, nima qilasan? U boshqacha qabul qilganda, aytish boshqa, tushunish boshqada. Opasi masalan aytibdi, bu seni yaxshi ko'rmaysan, ajrash dedi. Uni yaxshi ko'rib, ikkovsini ko'rib, nima qilasan? O'zing qiynab shart ket u yerdan. Sen ketmagan taqdiringda ham bir kun babi seni javobini berib yuboradi. Dedi, unga o'sha rostdan ham berib yuborsachi degan narsa bo'ldi. O'sha hamma dardini ichga yutishni boshlab bitta portladi, odamni o'ldirdi. Lekin baribir ham nima qilishni qat'iyimizda baribir talab oldi. Lekin unisi hamda, lekin nima desam ekan, hamma o'lib ketdi-da. Anaqada bir ayolni o'tgan galam qarang, Yashamoq kitobida bir kishining xatosi uchun nechta odam javob bergandi.
bolasi nevaralarigacha javob berganda masalan bir insonni xatosi uchun bu yerda ham xuddi shunaqa bir ayolni xatosi uchun kelinidan ayrildi, o'g'lidan ayrildi. O'g'li oxir tashlab ketdi-ku, bilan tashlab ketdi-da. O'zbek oyimni xatosi. O'zbek oyimni xohishlari, odamlar nima deydi, odamlarning oldida nima anaqa degan gap bo'ladi, nima deydi deb o'zi boshida asha o'zbek oyimni hammasi xato o'zbek oyim. Hozir menimcha odamni o'ziga qo'yib berish kerak-da. Meni hayotim, men aralashmayman deyish kerakmi ota-ona deb o'ylayman. Nima ayniqsa mana shu turmush qurayotgan vaqtda. Yo'q, ba'zida masalan endi sizni nimangiz bo'yicha mana ota-ona ham farzandga quloq solish kerakli joylariga keyin maslahat berib yuborish kerak, masalan to'g'ri yo'nalish ko'rsatish endi ota-ona vazifasi. Endi hozirgi mana shu bugungi zamonda shu siz aytayotgan narsaga yetib keldik. O'zing anaqa qilasan. Lekin mana bundayrog'ini tanlagan bizda oilaga maslahat beradi-da, o'zimiz oilaga seni oxirgacha hajirishga qiladigan, sen bilan yelkama-yelka turadigan, shu hayotingni birga olib boradigan aytadi, to'g'ri, ota-ona yo'ldosh tanlashda, umrda yo'ldosh bir to'g'ri. Oddiy so'z bilan tushuntirganda umrda yo'ldosh tanlash bu eng qattiq narsa aslida. Ayol kishi uchun ham, erkak kishi uchun ham jackpot. To'g'ri. Kimgadir zo'r uchraydi, kimgadir o'rtancha, kimgadir yoki past. Lekin baribir kam dunyo shunaqa. Bir-birini tushunib yashash kerak. Qarzi qo'ldan chiqadi. Ikko'z bir-birini tushungan taqdirda atrofdagilar kimdirlar tushunmay o'rtada o'tdashi, kitobdagi vaziyatlar o'qinglar, maslahat beramiz. Zo'r kitob. Biz aytgan gaplarda bironta xatolik o'tgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Lekin sizlarga tavsiya beramiz, juda ham qattiq tavsiya beramiz. O'qiganlar yana boshqatdan o'qinglar, boshqatdan xulosa chiqaringlar. O'qigan eski kitoblar bo'lsa ham yana o'qinglar. Yana o'sha yoshinglarga yosh qo'shilib, bir yosh bo'ldimi farqi, yana o'qinglar. Balkim boshqa taassurot olasizlar. Bir yilda odamning hayoti butkul o'zgarib ketishi mumkin. 5 yoshlik odam 10 yoshga ko'tarib ketishi mumkin bir yilda ichida. Shuning uchun tavsiya beramiz kitobni o'qishinglarni. Biz o'tgan kunlar eng zo'r asarlardan biri. Juda ham go'zal suratda madaniyatni tasvirlangan, go'zal suratda sevgini tasvirlangan, go'zal suratda ota-onaga bo'lgan hurmat, yoshlarga hurmat bo'lishi hammasi juda chiroyli tasvirlangan. Go'zal asarlardan biri. Bu yerda faqat sevgi, muhabbat bizni ko'zimizga ko'rinadi, lekin aslida ota-onaga bo'lgan hurmat juda chiroyli tasvirlangan. Farzand ota-onaga nisbatan, ota-ona farzandiga nisbatan chiroyli tarbiya berilgan. Otabek tarbiyasi juda go'zal. Kumushda ham tarbiyasi juda go'zal tarbiya berilgan. Ikkita yoshda bir-biriga bo'lgan muhabbati ham juda chiroyli tasvirlangan. Hattoki o'sha 3-shaxs haligi Zaynabga bo'lgan hurmat, shunaqa hurmati joyiga qo'yilgan, biror marta kamsitilmagan. Otabek tomonidan biror marta kamsitilmagan u qiz. Juda go'zal suratda tasvirlangan. Juda chiroyli ilm olish mumkin bu kitobdan. Biz maza qilganmiz bu kitobni o'qib. Sizlarga siyosat ham aralashgan. Keyin eng anaqasi mana o'zbek oyim bitta oilani, bitta ayolni o'quvsizligi, kalta o'ylashi bilan bitta oila parokanda bo'lib ketishi mumkin. Bitta aqlli ayolni aqlli ayolga o'lim yoqasida turganlarni ham qutqarib yuborishi mumkin bo'lgan holatlar ham ko'ringan bu yerda. Shuning uchun hozirgi zamonda o'zbeklarga endi aytmoqchi bo'lgan nimamiz Abdulla Qodiriy ham aytmoqchi bo'lgan deb o'ylayman. Ayollarni shu kengroq fikrlashiga, o'qishiga nima qilinglar, yo'l qo'yib beringlar degan ma'nolar ham kelib chiqadi u kitobda. Erkaklarda ayollarga bo'lgan hurmati hech qachon shunday mana shunday Otabek Kumushga, Otabek Zaynabga mana shu qaynotasi, qaynonasi bir-biriga bo'lgan munosabatlar va shunday erkak bilan ayolni o'rtasidagi munosabatlar hech qanday urushlarsiz qattiq gapirgan bo'lsa bas qiling degan bo'lishi mumkin masalan. Undan ortiq qattiq gapirgan anularni eshitmadim-da. Masalan, Otabekda onasi ham qanchalik otasi jahl chiqmasdan o'zini bosgan holda har doim ma'qullab yoki
tushuntirgan. Qiyg'ida kuldi deb qo'ygan-ku kitobda masalan. Qiyg'ida kulib, или qiyg'ida asabiylashib degan-ku shunday momentlari bor. O'shanday joyda bilinadi, что yozuvchi o'sha erkak bilan ayol o'rtasidagi muhabbatdan, munosabatdan hurmatga bog'laganda, teng emasligida erkaklarga ko'rsatib qo'yganda, erkaklar ham o'qishi juda ham zarur. Qanaqa jentelmen kunliklar sal juda ham maza qilasizlar. Maza qilasizlar. Hammaga xayr. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Biz bilan qolasizlar degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like'larni bosib, o'zingizlarni kommentariyada qanday kitob o'qimoqchisizlar yoki qanday kitobni o'sha nima deysa, xulosasini eshitmoqchisizlar bizdan. Shuni yozib qoldirishingizni juda ham kutgan intiqib kutamiz, chunki bizga bu narsa muhim. Bizga qiziq. Masalan, sizlar o'qigansizlar, sizlarga mana shu asar juda yoqqan, mana shu asarni sizlar ham o'qib ko'ringlar yoki o'qib ko'rganmisizlar degan savol berishlaringizni ham kutib qolamiz. Rahmat hammaga. Любим вас. Bo'lib bo'lsanglar. Gapingiz qolib ketmadi? Sizlar ham o'qigan kitoblar, mana shu masalan o'tgan kunlarda o'qib turib, o'zingizlarning fikr xulosanglarni video tarzida bizga yo'llashinglar mumkin. Yo'llasanglar agar biz atmetka qilib qo'yamiz. Instagramimizga, YouTube'ga qo'yamiz. Rahmat. E'tibor uchun rahmat. E'tibor uchun rahmat.